Gembavolkdan keyingi jarayonlar xususida gaplashmoqchi edim. Gembavolk o'tkazib kelganingizdan keyin albatta Gembavolk jarayonida qaydlar olishingiz kerak. Ya'ni o'sha o'ziga kerak bo'ladigan rasm yoki videolar yoki bo'lmasa bloknotlar, chizmalarga kuzatganlaringizni qayd etib borishingiz kerak. Albatta takliflar va keyingi qadamlar haqida ham o'ylash kerak. Gembavolkda ko'rilgan natijalar, ya'ni ko'rilgan ma'lumotlarni to'plab turib, ularni kichik yaxshilanishlarga, ya'ni kazin takliflariga aylantirish mumkin. Yangi rejalar tuzish mumkin. O'z-o'zidan o'sha rejalarni hisobotga olish uchun Gembavolkda keyingi vaqtini ham belgilashingiz mumkin. O'sha jarayondagi odamlarga yana kelaman, mana bu vaqtda kelaman, o'shanda shu hozirga chiqqan muammolar xususida suhbatlashamiz degan narsani aytib qo'ysangiz, ishchi ham bu narsaga tayyorlanib, tayyor bo'lib turadi. Gembavolkda eng katta yo'qotishlar qayerda sodir bo'layotganligini so'rashingiz mumkin. Xodimlar uchun qanaqa to'siqlar borligini, ishlab chiqarish jarayoniga xalaqit berayotgan narsalarni so'rashingiz mumkin. Bu endi umumiy asosiy savollarga kiradi. Imkoni boricha jarayonlarni soddalashtirish uchun nimalar qilish mumkinligini ham xodimlar bilan maslahatlashsangiz, samarali Gembavolk qildim degan xulosaga ham kelishingiz mumkin. Lekin xodimlarga ham, o'zingiz yoningizdagi o'sha menejerlarga ham tushuntirishingiz kerakki, Gembavolkni auditorlik tekshiruvi bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Auditorlik tekshiruvi emas, bu ishlab chiqarish jarayonini yanada yaxshilash uchun, yanada yangi bosqichga olib chiqish uchun kerak bo'ladigan sizni kompaniyadagi qilayotgan ishingiz. Fikr bildirishingiz kerak har bitta jarayon xususida, chunki sizning fikringiz keyingi yaxshilanishga sabab bo'lish ehtimoli juda yuqori. Gembavolkda real holatni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni ko'zingiz bilan ko'rib turib, o'sha kamchilikni aniqlashingizga sharoit yaratib beradi. Xodimlar bilan o'zaro ishonchli muloqot tashkil qilishingiz mumkin. Ya'ni sizgacha yetib borilmayotgan muammolarni xodimlar sizga aytishi mumkin. Agar albatta yonida ularni boshlig'i bo'lmasa. Bizda juda ko'p narsa kaskad sistemada o'tganligi uchun boshliqdan boshliqqa o'tayotganda sekin-sekin muammolar ham kamayib boradi. Chunki hech kim aytaylik muammoni boshliqqacha yetkazib borishni xohlamaydi. Kaizen boshlashda eng katta nuqtasi bu muammoni topish bo'ladi. Agar muammo bo'lsa, kaizen qilishingizga imkoniyat paydo bo'ladi. Shuni ham esdan chiqarmaslik kerak. Muammoni yashirmaslik kerak. Uni avarot boshliqqacha olib borib turib, uni bartaraf etish yo'llarini birgalikda topish kerak. Shunda juda katta yordam beradi Gembavolk. Rivojlanish madaniyati, ya'ni o'sha qayta aytamiz, davomli rivojlanishni tashkil qilib berish uchun xizmat qiladi Gembavolk. Kutiladigan natijalarga to'xtaladigan bo'lsangiz, kutiladigan natijalar jarayon samaradorliklari oshadi. Birinchisi, jarayon samaradorliklari oshadi. Noto'g'ri ishlar, ma'lumotlar oqimi kamayadi. Ya'ni o'ngga chapga ketib qolmaydi, to'g'ridan to'g'ri sizga realli ma'lumot yetib boradi. Jamoa motivatsiyasi oshadi. Xohlaysizmi yo'qmi, rahbarki bunga qiziqyapti, demak biz ham jiddiy yondoshishimiz kerak degan tushuncha paydo bo'ladi ishchilaringizda. Bu narsani ishchilar ham jiddiy qarashni boshlaydi o'z ishlariga. Muammolarni tizimli yo'q qilish jarayonlari boshlanadi. Urg'u berib aytaman, aynan tizimli yo'q qilish. Bu narsani ko'rib ko'rganingizdan keyin juda ham o'zingiz samarasini his qilasiz. Kaizen'da return investment, ya'ni qaytib keladigan investitsiya degan narsa bor. Kechagi kuni bitta o'zbek partnyorimiz bilan shu haqda gaplashgandim. Kaizen'da ham asosiy maqsadi o'sha narsada sizga, ya'ni aytaylik musorga chiqib ketayotgan yoki bo'lmasam yo'q bo'lib ketayotgan pullaringizni kompaniyangizga yana qaytarib investitsiya asosida olib kirish. Muddalarni yo'q qilish, jarayonlarni yaxshilash orqali yo'qolib ketayotgan pullarni yana sizning kompaniyangizga qaytarib olib kirish eng asosiy maqsadi hisoblanadi Kaizen'da. Gembavolkni amalga oshirganingizdan keyin ma'lumotlar bilan ishlash degan jarayon bor. O'sha ma'lumotlar bilan ishlash jarayonida keyingi videoda qo'yaman. Uni qanday qilib amalga oshirishni ko'rsataman. Foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling, do'stlaringizga jo'nating. Qiziquvchilar bo'lsa, bundan juda ham xursand bo'laman. Qanchalik keng tarqatsak, shunchalik bilimlarimiz oshishi ham, o'sha egasiga yetib borishi ham bilimlarda osonlashadi deb o'ylayman. O'zbekistonda ishlab chiqarish boshliqlarini Kaizen ruhida qo'llab-quvvatlash yaxshi natija olib kelsa kerak deb o'ylayman.